Springlerlaringiz 1 soatda qancha suv rasxod qilishini bilasizmi o'zi deb mendan bitta klientim so'rab qoldilar. Ularga tushuntirdim, okey dedim. Men bularni bilmasam qancha suv rasxod qilishini, gidrorasxod qanaqa qilib chiqazaman, qanaqa qilib unga to'g'ri nasos va polietilen truba, sentralniy yoki submagistral quvurlarni qatdan bilaman, okey. Mana shu springlerlarni har bittasini suv xarajatiga qarab turib va nechtasini bitta vaqtda ishlatishingizga qarab turib nasos va quvurlari tanlanadi. Buni otini gidrorasxod deyiladi. Xo'p, xullas qaranglar, sizlarga ham qisqacha ma'lumot beraman. Masalan, men temirligimizni 12 tonnadan 18 tonnagacha rasxod qilishi mumkin suv bosimiga qarab turib. Tushundingizmi? Masalan, 3 bar beradigan bo'lsangiz 12 tonna, 4, 5, 6 keladigan bo'lsa, undan ko'payib ham ketib qoladi. O'shaning uchun bitta aniq sifrani aytib bo'lmaydi. Xo'p, bu ham xuddi shu. Plastmasli bo'lgani uchun o'rtacha 12 tonnagacha hisoblasak ham bo'ladi, chunki undan oshuv 3 bardan oshuv davleniya beraveradigan bo'lsa, bu mana shu yerdan tars bo'linib ketadi. Plastmas bo'lgani hisobiga bunimiz xuddi shunaqa mana bunga o'xshagan reduktorning baquvvat qilib ishlangan hisobiga to'g'ri bari ham bemalol ko'taradi. Xo'p, ana endi ma'munimiz qancha? Bunimiz soatiga o'rtacha 5 kuba. Bunimizcha, soatiga 8 kuba rasxodda suvni gidrorasxod qiladigan bo'lsak, aniq chiroyli sep beradi. To'g'ri, 8 tonnadan ozgina kamrog'i, lekin 8 tonna atrofida hisoblashimiz kerak bo'ladi. Undan tashqari ma'mula chigirtka deyiladi, kichkinagina, lekin bunimiz soatiga 1 tonna hisoblasak bo'ladi. Menimcha bu springlerimiz 550 litr soatiga rasxod qiladi. Men oddiy Meksikanka 360 gradus sayr sepadigan bo'lsa, o'rtacha 1 tonna suv xarajat qiladi. 1 soat davomida o'rtoqlar, tushundinglar? 1 soat davomida o'shancha suv xarajat qiladi. Shunaqa ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun o'rtoqlar obuna bo'lib qo'yamiz. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib yuboramiz. Podдержка uchun sizlarga rahmat.